tajribali va malakali xodimlarni topish endi qiyin emas. Bir necha daqiqa davomida oson ishchi ilovasi orqali bepul e'lon joylashingiz mumkin. Hozir oson ishchi ilovasidan Google Play va App Store'dan yuklab oling. Oson ishtob har sohaga imkoniyatlar yaratadi. Oson ishtob har sohaga imkoniyatlar yaratadi. Oxirgi payt telefon olib sotadigan odamlar juda ham ko'payib ketdi va men o'ylab qoldim. Telefon olib sotib, rostdan ham katta foyda qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Esingizda bo'lsa, biz oldingi videomizda telefon olib sotib $40 foyda qildik. Bu videoda ham biz foyda qilamizmi, zararmi bilib olamiz. To'g'ri, yaxshi telefon topish oson bo'lmadi, lekin biz hamma kuchimizni ishlatib, zo'r telefon topdik va zo'r foyda qildik. Yoki zarar. Bugun bilganingizda videomizda telefonlar haqida bo'ladi. Telefonlarni olib sotamiz. Shuning uchun biz hozir mana Malika bozoridamiz. Malikaliga mana bilinyapti. Xullas, bizda o'zimiz telefonlarimiz bor. Bularni olamiz-da, o'zimiz shu bu telefonni sotamiz. O'shaning puliga оборот qilish harakat qilib ko'ramiz. Malikani o'zidan telefon olib ko'chada sotib ko'ramiz. Foyda qilsa bo'ladimi yo'qmi bilib olamiz. Yana ko'chadan, ya'ni OLX-dan yoki Telegram kanallardan telefon topib, o'shani sotib olib, qimmatroqga sotishga harakat qilib. Xullas, nima qilib bo'lsa ham hozir soq qilishimiz kerak, chunki menga pul juda ham kerak. Qizimni tug'ilgan kuni chunki yaqin bo'lib qoldi. Qaysinisi? Telefonlarimizga keladigan bo'lsa, BlackBerry telefonimiz bor edi, knopchli, Redmi eski 8A degan telefoni bor edi, qizil rangdagi. Yana bitta telefonimiz bor edi, lekin telefonlarimizni birma-bir ko'rib chiqayotganimizda afsuski men bittasini yerga tushirib yubordim. O'zi telefonimizga yoqilmasdi, biz ustiga olib borib, uni ko'rsatib, tuzatib sotmoqchi edik, yokida хотя бы zapchastga bera olmoqchi edik. Endi tushib ketgandan keyin kimdir olarmiki yo'qmi degan savol ham tug'ilyapti. Короче, Samsung A13 olsanglar, bittadan telefonning ichidan ikkita chiqadi bonusiga. Mana bonusiga. BlackBerry. Va uni aktyor qilish kerak shak. Telefonning narxiga 3 ta telefon kelib qoling. Da, qil shunaqa. Ya jinnimi? Ya jinnimi sen? Men otarchi emasman sen. Zo'r chiqadi. Mana bitta telefonning narxiga 3 ta kelinglar, olib qolinglar. Tushkunligi tushmagan holatda biz bozor ichiga qarab yo'l oldik va aylanib telefon sotmoqchi bo'lgan odamlarga uchrashmoqchi edik. Lekin negadir bizani hech kim chaqirgan yo'q. Qachon qarasak telefon sotmoqchi bo'lmaganimizda, prosta aylanishga tushganimizda har doim bizani tortib yoki telefon sotasizlarmi deb so'raydigan odamlar qayoqgadir yo'q bo'lib qolishdi. O'zi telefon sotmoqchi bo'lganimizda har doim o'tib ketayotganlar, har ikkita odam telefon sotasan, telefon sotasan deb. Endi sotmoqchi bo'lganimizda hech kim yo'q. Kim so'rayotgan ham yo'q. 3 ta aka. Hop, mana A13. Ustiga telefon olasizmi aka? Yo'q, ustiga telefon olamiz. Qanaqa telefoningiz bor? Mana ishlaydi aka. Bo'lib, anaqa qilib. Ishlatish kerak-da. Mana bilan ishlaydi, mana kelasiz. Yo'q, ishlagan nima qiziq bo'lardi. Ani qiziq bo'lardi. Ustiga agar telefonni kelishtirib qolib berardi. Aka buni. Keling. Kimdir narxlataylik. Bu akamiz bilan savdomiz pishmagandan keyin biz do'konga kirib ham yana narxlatib ko'rishga urindik. Hop. Korobkasi yo'q, A8mi, 8A. Necha pul ketadi примерно? 100 ming ham. 100 ming ketadi. Mana bular hech kim olib qolmaydi bular. Mana bularni ham yoqilmaydi, aka. Ustiga ko'rsatib ko'raman-da. O'zi ustiga ko'rsatganda ham anaqa yaxshi ishlasa, necha pul ketadi, aka bu? Bu 500 ming. Tuzatmaganim yaxshi, unda to'g'ri. Bo'ldi, tushundim, aka. Bir kun yo'l kira qilasan, agar sotib. Abid qilasan. Paynet qilasan, aytib qimmatroq paynet olsin 50 mingga. Telefon narxlatdik. Narxlatganimizda mana buni 100 mingga olib qoladi. İşte mana buni tuzatsang 500 ming ketadi. Lekin tuzatsang 1 million tuzatib bersa kerak. O'shanga mana buni sotgandan sotmaganimiz yaxshi. O'shanga o'zimiz olib qolamiz. Bular ham o'zim ma'dur qilib ishlatib olaman. Endi ko'ramiz, jamperlik berib olamiz. O'shani bo'ldi, ikkinchi planga o'tamiz, ketdik. Telefonlar bunaqa arzon ketishiga ishonmaganligimiz uchun ko'ynimizni xotirjam qilish maqsadida biz yana boshqa do'konga kirib, yana bir marta narxlatib ko'rdik. Bu o'zi qarang, mana sotilsa ham bir $15 sotilayotgan telefon. $15, ha. 150. Foydasi ketsa kerak sotilgan. Hamma telefonlar xuddi shunaqa bir 400 ming so'm yoki 500 ming so'm sotiladigan telefon. Buni tuzatganingiz stoydi, aka? Buni hali remont qilishga. Ha, bu remont qilishga. Tashlab yubordim. Ham ishlaydi, ishlamaydi. Bu ishlaydi bu. Bu ishlaydi. Bu, короче, uyda yotgan yo'l telefonlar.
yoshlikda qolgan. Sotsangiz ham bir 300 ming ketsa kerak. Agar ishlaydigan bo'lsa, email ekansiz, registratsiya bo'lgan bo'lsa brendga. Oling yoki mana shu 1 million. Mana shitir. Ya bu qarang, sotilishi bozorda deylik, hozirgi paytda sotilayotgan narxi 200 ming so'm bo'lishi mumkin. Kun keladigan bo'lsa, endi buni ishlatib ko'rish kerak birinchi o'rinda, keyin sotiladimi, olinadi, o'shandan bilsa bo'ladi buni. Bu. O'yin qilib obunachilarga berib olganingiz yaxshiroq. Sotgandan ko'ra endi 200 ming so'm sizga ransi bermasa, abet qilsangiz undan ko'p pul ketib qolsa kerak. Yaxshi idea berdilar. Agar mana shu kommentariyada necha marta telefon so'zini ishlatganimni topsanglar, yozsanglar, o'sha odamga mana shu telefonni sovg'a qo'raman. Telegram kanaliga o'tib olsanglar, o'sha undan oldin tashlab berayotgan pullarimni ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Xullas, necha marta telefon deganimni topsanglar, mana shu telefon sizlarga bo'ladi. Kommentariy kutib qolaman. Telefonlarimizni hammasini narxlab olganimizdan keyin biz voqeadan maslahat so'radik va ulardan juda ham yaxshi maslahatlar oldik. Hozir Shuhrat akadan so'rayapman, qaysi modelni 6 million atrofida sotib olib, ustiga qanchadir foyda qo'yib sotsak bo'ladi, shu foydamizni yechib olsak bo'ladi. Okey, mana iPhonedan qaysi modelni maslahat berasiz? iPhone 14 Pro. 14 Pro, necha pul atrofida olsak bo'ladi? $500 atrofida olib, $550 atrofida sotsa bo'ladi. 500 dollarga olsak, shu yaxshi sostoyaniyda Yaxshi ochilmagan, remont bo'lmaganini olib sotsa bo'ladi. 500 ga olamiz, 550 ga sotamiz. Balki undan ko'proq, balki undan kamroq. Aniq ma'lumot yo'q. Tushundim. Salomat bo'ling endi. Endi bu yoqda Mana eng o'ylantirayotgan savolga javob topganimizdan keyin biz sekingina do'kondan chiqib ketdik va endi biz 13 Pro Max, 13 Pro, 14 Pro yoki 14 Pro Max atrofidagi telefonlarni qidirib, ularni sotib olishga harakat qilamiz. Hozir bekorga Malikada yurishimiz foydasi yo'q o'xshyapti, chunki baribir do'konchilardan olib, ulardan qimmatroq sota olmaymiz. O'shanga ko'chaga chiqamizda, o'sha ofisga borib, telefon qaraymiz. OLXdanmi yoki Telegramdan bitta telefon topganimizdan keyin o'sha bilan savdolashib, o'sha telefonni sotib olamiz. Hozir qornim sal ochgan, ovqatlanish pulim bor. Xo'lar, bakarni qorni ochgan. Zo'r ish qilamiz. Tekinga ovqatlanamiz. Tekinga ovqatlanamiz. Kanishda men sizlar bilan hazillashdim, lekin hozir men sizlarga ko'rsataman do'konim. Juda ham zo'r do'kon. Alisher bormi? Xo'p, Alisher sizga qitchu предложение ham bor. Hozir do'konni reklama qilib beramiz. Shitir saningiz. Nechi pul? bitta kam. Nima? Va telefonda kelishayotganimizda nechi pul demayapti ular. Albatta olib beraman. Nechi pul? 400 dollar. Bo'ldi. Men borligicha. Bitta abit qilib qanaqa 400 dollar? Bo'ldi, 400 dollarmi? Bitta abit qilib bo'ladimi? Kreativ blogda kunlayapti sizlar. Bo'ldimi? Abet deb hazillashaveramiz. Endi o'rtog'im shu yerda do'konni yurg'izadi. O'shanga baribir reklama qilib berishim kerak. O'shanga bitta o'zingizlar ko'rsatib ketaman do'konni. Hop, bu yerda premium kачествоda mollar sotiladi. O'zi kelganinglarni, o'zi kачествосini ushlab ko'rib bilsanglar. Endi kiyim reklama qilmayman hech qachon. O'shanga qanaqa reklama qilishni bilmayman, lekin kiyimligi real sifatli. O'zim ham bitta ikkita olganman, o'shanda menga yoqqan. Do'kon notini aytdimmi yo'qmi? Do'kon noti Major. O'sha real o'sha majorliklar kiyinadigan joy. Xullas yaxshi do'kon. Kelinglar, ko'ringlar, olinglar, ketinglar bo'ldi. Orada Malika telefon qidirib tushganimiz esimga tushib qolgandan keyin men o'tirib telefonlar qidirishni boshladim. OLXga kirib ko'rdim, Telegramga kirib ko'rdim. 14 Pro Max'larni qaradim. Ularning narxi rostdan ham shu olib ketganlarida $500 dan $700 ekan. Lekin men u telefonlarni sotib olishga shoshilmadim va ertaga ofisda o'tirib, obdon miyani ishlatib turib sotib olishga qaror qildim. Bugun videomizning o'sha ikkinchi kuni, kecha ko'rdinglar, kech payt tushib qoldi, o'shanga hech narsaga ulgurmadik. O'shanga bugun o'zim hamma narsani davom ettirib qo'yaman. Biz hali hech narsa qilmadik, o'sha eski telefonlarni ham sota olmadik. Yangi bitta telefon olib sotishga hali qaraganimiz yo'q. Hozir men qilmoqchi bo'lgan narsam Telegram yoki o'sha OLXga kirib, har xil объявлениyalarni qarayman. Bizga to'g'ri keladigan telefonni olib, ko'rib, gaplashib, baraka qilib kelaman. Joyimga yaxshilab o'tirib olib, birin-ketin telefonlarni qidirishni boshladim. Har xil telefonlar chiqdi. Ularning ichida menga qiziqtirganlari ham bo'ldi. Ularga telefon qilsam, ko'pchilikning telefoni o'chib berdi yoki bir xil ko'tarmaganlar ham bo'ldi. Lekin men tushkunlikka tushmasdan qidiruvni davom ettirdim. Orada mana shunaqa qiziq modellar ham chiqdi. Hozir OLXga kirdim. OLXga har xil variantlar chiqyapti. Endi bittasi byudjet to'g'ri kelmayapti. Bittasi telefonni o'zi to'g'ri keladi. Bir xil yozib qo'yadi, 2 million, 3 million yozib qo'yadi. Arzon telefon qilsangiz boshqa telefonni aytyapti. Xullas, hozir endi 14 ga to'xtaladigan bo'ldi. O'sha iPhone 14 Pro, Pro Max'larga o'shalarni hozir bitta qidiramiz. To'g'ri kelganlariga bitta telefon qilib ko'ramiz. O'zingizlar mana hozir guvoh bo'lasizlar. Urayotgan abonent xizmat doirasidan tashqarida. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Ko'rib turganingizda telefonni sotmoqchi bo'lgan odamlarga telefon qilib tush juda ham qiyin bo'ldi, lekin oxiri qidirib biz bitta yaxshi объявление topdik va o'sha odamga telefon qilib, telefonni gaplashib ko'rdik.
Hozir mana Telegram kanaldan bitta zo'r telefon topdik. Bu telefon sostoyaniyasi yaxshi ekan, 84 yonkis ekan, 14 Max. $575 so'rabdilar. Bu sal qimmatroq. Endi biz hozir telefon qilib 520-510 ga olishga harakat qilamiz. Undan qimmatiga oladigan bo'lsak, foyda qila olmaymiz. O'shanga bitta telefon qilib bilib ko'ramiz hozir. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos. Har xil odamga qilib ko'ramiz, telefoniga tushib bo'lmayapti. O'shanga oxiri mana yaxshi объявление topdik. iPhone 14 Pro Max nechi bu? 128 talik ekan, 580 deyapti. Endi bir telefon qilib ko'ramiz. Arzonroq ola olsak, mana shu yaxshiga o'xshayapti. Borib ko'rib, gaplashib, xarid qilishga harakat qilamiz. Alo, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Aka, 14 Max bo'yicha qo'ydim. Telegram kanalidan oldim nomeringizni. Rangi qanaqa edi aka? Qora aka. 128 talik. LLAmi? O'shanga arzon, Aka, bu bo'lishimi 580 yo ustida turib kelishsa bo'ladimi? Ustida kelishsa bo'ladi. Aka, shu ba'zi telefonni ko'rib ana xiyonida yaxshi degan. Qatga borsa bo'lar. Aka, lokatsiya tashlab olasizmi? Telegramdan yozib yuborsan? Lokatsiya tashlab olaman. Telegramdan yozaman. Bo'ldi, aka, hozir yozib yuboraman. Qanday qo'ygan edi? Bo'ldi, xo'p. Hozir mana lokatsiyalarni olamiz. Lokatsiyani olganimizdan keyin borib telefonni ko'rib olamiz. Telefonda kelish bo'lganimizdan keyin bergan lokatsiyalari bo'yicha shu joyga bordik. Lekin qarasak, hali o'zlari yetib kelmagan ekan. Hozir lokatsiya bo'yicha biz уже keldik. Endi hozir shu odamga telefon qilamiz. Bu do'konmi, uyimi bilolmayman. To'g'risini aytsam, mana Archa ko'chaga kelganmiz. Katta yo'lda turibmiz hozir. Alo. Bo'ladi aka. Aka, bizni keluvdi-ya? Oknami 15 minutlarda yetib keladi. Joyga chiqib qo'yib qoldi. 15 minut? Ha? Bo'ldi, aka, lokatsiyamiz kutib turibmiz. Bo'ldi. A few moments later. Oradan 15 minutdan 4 ta o'tib ketdi, lekin hali ham kelmadilar. Hozir telefonlashdik, где-то 5 minutcha dedilar. 5 minut o'tgandan keyin hozir boramiz, kutamiz. Bo'ldi. Bo'ldi, salom. Rostdan ham 5 minut o'tar o'tmas u odam keldilar va biz ular bilan so'rashib, yaxshilab telefonlarni tekshirib oldik. Hamma joyini ko'rib oldik, defektlari yo'q ekan va ichiga kirib ham nastroykalardan kerakli narsalarni tekshirib olganimizdan keyin, ko'nglimiz xotirjam bo'lgandan keyin telefonni sotib olishga qaror qildik. Telefonni общий shu $520 atrofida oldim. So'mda shu 6.300.000 atrofida bo'ldi. Endi buni hozir ichkariga kirib, rasmga olib, har xil Telegram kanal, OLX'larga qo'yib ko'ramiz. Где-то bir $560-570 sotishga harakat qilib ko'ramiz. Ichkariga kirib olganimizdan keyin telefonimizga yaxshilab mehr berib, ustini artib, zo'r qilib rasmga olib, har xil platformalarga qo'ydik. Platformalarni OLX bilan Telegramni tanladim. OLXga oddiy olib rasmlarni qo'yishni boshladim. Va Telegramga har xil kanallarga yozib, ularga 10 ming so'mdan yoki 15 ming so'mdan to'lovini qilib, объявлениялаrimni joyladim. Bugunga hamma qilishimiz kerak bo'lgan ish bo'ldi. Telefonni oldik, narxladik. Aytgancha $590 narxladim. $70 foydamiz bo'lyapti. Endi ozgina o't bergin deyishsa, ustida gaplashayotganimizda, конечно, o't beramiz. Xo'p, Telegram kanaliga qo'ydirdim, OLX-larga qo'ydim. Endi kech payt bilan telefon bo'lsa, men sizlarga ko'rsataman. Agar bo'lmasa, ertaga o'sha telefonlashayotganim yoki qaysidir klient, relezniroq klient chiqib qolsa, o'sha bilan ko'rishib, sotganimni videosini обязательно qo'yaman. O'shanga ertani kutamiz. 3 kun davomida bizga juda ham ko'p murojaatlar tushdi va telefonim tingani yo'q, vash ko'p odam telefon qildi o'zi ham. Lekin oxiri bitta железный odam telefon qilib, telefonni sotib olaman, keling ko'rishamiz deganlaridan keyin u odam bilan biz ko'rishdik. Soat ham уже 7 bo'lib qoldi. Hozir уже aka kelyaptilar. Kesalar уже telefonni baraka qilib ko'ramiz. Narxini 590 ni yozib qo'ydik, to'g'ri. 570lar deb turibman. Ular yana tushkin deyaptilar. Ustiga keling, aka gaplashamiz dedim. Kesalar hozir savdalashib, birato'la baraka qoramiz. Bo'ldi. Hozir o'tamiz yoningizga. Bo'ldi. Bo'l. Ha, bizamiz. Ha, bo'ldi. Ozgina o'tar o'tmas kutayotgan odamimiz keldilar. Ular bilan so'rashib telefonni ko'rsatdik. Ular telefonni yaxshilab ko'rib oldilar. Ko'rib olganlaridan keyin savdalashdik va telefonimizni 560 ketadigan joyga baraka qildik.
Va nihoyat mana telefonimizni ham sotib yubordik. Где-то bir $40, 480 ming atrofida foyda qildik. Nima deymiz? Yaxshi, yomon emas, chunki biz telefon olib sotib yurgan bolalar emasmiz, yoki telefon do'konimiz yo'q. Bu o'zi ishni o'ziga keladigan bo'lsa, ish yomon emas, qilib ko'rsanglar bo'ladi. Faqat konkurensiya katta. Masalan, telefon sotib olishga telefon qilsanglar, ko'pincha biz olib sotarga telefonni tushdik. U odam ham masalan foyda qilish uchun qattandir sotib olgan, sotmoqchi bo'lgan, o'shanga uni olsak biz foyda qila olmasdik. Xullas, telefonni egasini topib olsanglar, foyda qilsanglar bo'ladi. Yana bitta qiziq narsani aytib ketaman. Agar sizlarning ham qanaqadir g'oyalar bo'lsa, biznes bo'yicha, обязательно kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men har bitta kommentni o'qiyman. Yaxshiroq g'oya, yaxshiroq ideyalar bo'lsa, обязательно qilamiz. Necha pul foyda qilganimizni ko'rsatamiz yoki zarar qilganimizni ham ko'rsatamiz. Like va obuna bosib qo'yishni esinglardan chiqazmang.